Hammaga salom do'stlar, mening ismim Kompot. Yangi videomga xush kelibsiz. Bugun qishloq ahli bilan shu qizil aylananing ichida roppa-rosa 3 kun chiqa olmayman deb garov boylashdik. Menga bu qizil aylanani hatto bir pikselga ham tark etish mutlaqo mumkin emas. Vazifam barcha 3 kun davomida faqat va faqat uning ichida bo'lish. Agar buni uddalay olsam, 3 stak zumrad olaman. Do'stlar, umid qilamanki, buni uddalayman. Like bosing, ketdik. Hoy qishloqdagilar, bu nima betartiblik? Uyimda nima qilyapsizlar? Axir biz garov boylashmaganmidik? Kompot, garov boylashgan edik, faqat senga vazifani qiyinlashtirish uchun hamma asboblarni olib qo'yapmiz. Nima? To'xtanglar, biz bunaqa kelishmagan edik. Men qanday qilib omon qolaman? Ovqatchi? Qanaqasiga mendan hamma narsani, hamma pechkalarni olib qo'ydinglar? Qanday yashayman endi? Xo'sh, menga bu yerda nima tayyorlashibdi? Qanaqadir sandiqlarmi? Bu nima? Kompot, sandiqlardagi narsalarni tezda saralab ol, nimaga ulgursang, o'sha narsalarni aylana ichiga o'zing bilan olib kirishga haqqing bor. Oho, qanaqa challenge? Yaxshi, tushunishimcha boshlash kerak. Ketdik 1, 2, 3. Men yugurdim. Bu yerda nimaligini tushunmayapman, do'stlar, shunchaki sandiqlardan ko'zga ko'ringan hamma narsani olaman. Shunday. Bo'ldi, to'xtanglar. Menimcha menda ham taymer ishga tushdi. Kompotni allaqachon aylanadan foydalanishi mumkin, to'g'rimi? Jiddiy, shuncha narsa yigdim, hatto unitas ham oldim, do'stlar. Garchi olma ko'rgan bo'lsam ham, mayli, yaxshi, hamma narsa joyida, kelishdik. Ha, men hozirning o'zidayoq buni qilishga tayyorman. Do'stlar, men bu aylanaga kirganimdan keyin 3 kunga hisob boshlanadi. Kirishga tayyorman. Bizning xavfsizligimiz uchun, sen qochib ketmasligingni ko'rib turishimiz uchun kamera o'rnatamiz, Kompot. Mana bu yerda esa blokni sindira olaman va buning uchun menga hech narsa bo'lmaydi. Shunday qilib, bu yerga suv quyaman, mana shunday, hammasini ehtiyotkorlik bilan yopaman va bo'ldi, do'stlar. Endi bemalol rivojlanishim mumkin. Aytilganidek, menda hamma narsa ajoyib va yaxshi bo'ladi. Tosh yaratilyapti, baxt uchun yana nima kerak? Hech bo'lmasa uyimni buzishga to'g'ri kelmaydi. Menda allaqachon tosh kirka uchun resurslar bor. Tushunishimcha, bugun faqat tosh kirkalar bilan ishlayman. Chunki do'stlar, uyda hech qayerda temir yo'q, uni umuman hech qayerdan ololmayman. Pastga qarab qaza olmasligimni esa allaqachon tushundingiz. Shuning uchun kelinglar, indamasdan tosh yigamiz. Bu kunni qandaydir o'tkazishga harakat qilamiz. O'zimga yana bir yangi kirka yasayman, do'stlar, va u tayyor. Bugun kun bo'yi hech narsa bilan shug'ullanmadim. Shunchaki ozgina tosh yigdim va sizga aytsam. Do'stlar, men shikoyat qilmayman. Baribir mukofot jiddiy, 3 stak zumrad. Keling, egaligimizdagi narsalarni ko'rib chiqaylik. Mening aylanamda nima bor? Do'stlar, mening aylanamda uy bor va boshqa hech narsa yo'q. Haqiqatan ham hech narsa yo'q. Biror qiziqroq narsa bo'lganida umuman ajoyib bo'lardi. Lekin menga bu qizil aylanadan o'tish mumkin emas. Mana, hozir ko'raman. Do'stlar, meni doimo kuzatib turishibdi. Mana bu kameralar menga hiyla ishlatishga yo'l qo'ymaydi. Lekin aslini olganda men hiyla qilmoqchi ham emasdim. Menga bunaqa uyning nima keragi bor? Uning qulayliklaridan faqat karavot bor xolos, boshqa hech narsa yo'q. Bu yerda 3 kun o'tkazishim kerak. Lekin baribir narsalar yigib oldim. Keling, hech bo'lmasa qanaqa narsaligini ko'raylik. Bu bir shisha suv juda foydali, to'g'ri. Attang 3 kunga bir shisha suv. Bu juda kam, do'stlar, aql bovar qilmaydigan darajada kam. 3 ta bosh chelak, menga 3 ta bosh chelakning nima keragi bor? Keyin granit. Granit yaxshi narsa, foydali. Uni masalan anavi yerga qo'yish mumkin. Va umuman olganda menda hatto qazib oladigan hech narsa yo'q. To'pponcha, u ham menga nega kerakligi tushunarsiz, ya'ni shunchaki nega kerak. Unitas albatta foydali narsa, lekin u yerga kameralarni qaratib qo'yishibdi. Qishloqdagilar, sizlar meni tasvirga olyapsizlarmi? Mana, marhamat, buni ham tasvirga olinglar. Yaxshi, yana nima bor bu yerda? Yana menda mana bunaqa batut bor. Sekin, asosiysi bu qizil aylanadan tashqariga sakrab ketmaslik. Ha, do'stlar, mayli, kelinglar, boshlanishga daraxt topaylik.
Bu yerda qandaydir omon qolish va rivojlanish kerak. To'xtanglar, mening aylanamda daraxt yo'q-ku, do'stlar. La'nat, chalgib qolibman, menda eng muhim resurs yo'q. Bu yerda yana butun boshli 3 kun. Tamom, shekilli uyimni buzishga to'g'ri keladi. Yoki kelinglar, cheksiz tosh generatorini yasaymiz. Nega chalgyapman? Garchi do'stlar, bu yerda albatta kichik muammo bor. Lava menda bor, haqiqatan ham uni temirchidan olishim mumkin, yaxshi go'yo. Ammo suv menda umuman yo'q, faqat bitta shishacha bor. To'g'risini aytsam, men hozir undan ichgan bo'lardim, lekin yo'q, do'stlar, yaxshisi uni ertaga, kunning o'rtalarida ichaman, chozish uchun. La'nat, do'stlar, quduqqacha umuman yeta olmayman. Bu qizil aylanadan tashqariga chiqish mutlaqo mumkin emas. Huquq esa ancha yaqin. Ko'ryapsizlarmi do'stlar, suv bloki. Qachondir suvdan bunchalik baxtiyor bo'lishimni bilmagandim, lekin bu shunchaki ajoyib, do'stlar. Bu yerdan suv olishim mumkin, u yerdan esa afsuski yo'q. Qani do'stlar, kelinglar, to'g'ridan-to'g'ri mana shu yerda, suvning yonida tosh generatorimizni quramiz. Chunki agar mana bu qizil bloklarni sindirsam, avtomatik ravishda yutqazaman. Yaxshigina yigdim, tosh menda juda ko'p. Endi hech bo'lmasa uyimni qandaydir tiklashim mumkin. Eshiting, bu ham unchalik yomon emas, normal, kamroq ko'rinadi. Daraxtni hozircha sarflay olmayman, chunki u menda cheklangan miqdorda. Yaxshi, menimcha, uyimni tikladim va hozir bu yerdagi ortiqcha teshiklarni yopaman, do'stlar, va asta-sekin uxlashga yotaman. Do'stlar, deyarli tun bo'ldi, shuning uchun hammaga xayrli tun. Hammaga xayrli tong, men hozirgina uyg'ondim, bu ajoyib. Yangi kun, faqat o'zimni ochigi unchalik yaxshi his qilmayapman, do'stlar, chunki yegim va ichkim kelyapti. Ichishga narsam boru, lekin yeyishga hech narsa yo'q. Lekin la'nat, menda yana nima chora qoldi, do'stlar? Hatto bilmayman ham, yeyishga hech narsa yo'q. Qishloqdagilar, menga yeyishga narsa beringlar. U yerda shirin kartoshka osib yotibdi, hech bo'lmasa shuni hozir yegan bo'lardim, lekin afsuski, buni umuman qila olmayman. To'xtanglar, nega men doim bu polizlarni unutib qo'yaman? Haqiqatan nima men aqldan ozganmanmi? Bu yerda kartoshka bor. Sekin, kartoshka aylanadan tashqariga tushib ketma. Iltimos, sendan otinib so'rayman, kartoshkacham. Do'stlar, onta kartoshka. Menga zudlik bilan pechka yasash kerak, yaxshisi bir nechta. Kelinglar, ikkita pechka yasaymiz, birini bu yerga, boshqasini anavi yerga va bu yerda kartoshkani pishiramiz, do'stlar. Xullas, o'zimga bir oz kartoshka pishirib oldim, do'stlar, kelinglar, tamaddi qilib olaman. Qanchalik mazali. Va endi, albatta, bularning hammasini suv bilan ichaman.